zo'r top deyishni va qarsaklardan bilasizlar, bolalar haqiqiy emotsiyani bolalar berishadi. Shu sababli ularni qarsagidan bilinib turibdiki, multfilm haqiqatan juda ham zo'r chiqqan. Ayniqsa men o'g'limni kuzatdim-da, ko'rish jarayonida emotsiya, ya'ni kuladigan joyida kulib, yig'laydigan joyida mana shunaqasiga nima getsam, ana o'nchikkina qahramon bor. O'lib qolib o'ylaganda qilib bolalar ko'z yoshini bekitishyapti-da, xullas. Men o'g'il bola degani, demak, haqiqatan impressionant darajada chiroyli ijod namunasi bo'lgan. Albatta ota-onalar erinmasdan farzandinglarni Sehrlandiya multfilmini tomosha qilishga olib tushing. Ko'rimning yoqdimi Imron? Kim yoqdi? Qaysi qahramon yoqdi? Qaysi qahramon senga yoqdi? Jaloliddin. Sengachi Muhammad Ali? Menga ham Jaloliddin. Endi hamma Jaloliddin bo'lgisi kelyapti. Ana. O'zi birinchida hech kim bilmasin deb polvon dedim. Polvon dedi. Polvonni yaxshi ko'rib qoldim menga deb aytdi. Jaloliddin haqiqatan har bir bolaning ichida haqiqatan qahramon yashaydi. Bu qahramonni nima deydi, tashqariga chiqarish ota-onalarni va o'qituvchilarning menimcha vazifasi deb bilaman. Har bitta bolamiz qahramon bo'lsin, o'ziga yarasha. Ilohim sog' bo'linglar va barcha ushbu multfilm ustida ishlagan barcha ijodkorlarga kattakon rahmat. Boringlarga shukr, yana davomini kutamiz. Albatta.